Balalık xatiramdan ikinci parça namlıq bu yazmını kichik turib uydan ayrilib o'qish uchun yataqliq maktablarda o'qishga majbur bo'lgan yoki shundaq turmushni beshdan kechirgan barliq so'yimlik o'smirlarimizga bag'ishlayman. Bu asar 2011-yil bahorda yozilgan. Balalık xatiramdan ikinci parça. Yanınıp balalık çağlarını əsligim kep qaldı. Çünki yaş çoğuyuvatıdı. Körgennin köpeyişige, bilişkitigişlik narsalarning jiq bo'lishiga agishib, burunqi aslimalarning unutilib qilishi, besilib qilishi tabiiy ahvol. Balalıqımga adil bo'lishim uchun bugun tuyuqsizlik ko'nglimga shu chaqlarda ko'rgan, bilgan, his qilgan va o'ylaganlarimni qalamga elib qo'yish xiyoli kep qoldi. Belki bu yazgınim ayni chaqda Tağlıq nahiye, Ulug'chatning har qaysi yezi qishloqlari va uningga yaqin o'rmonchilik, dehqonchilik ham konchilik rayonlaridan kelib, Ulug'chat nahiyelik 1-o'rta maktabda yataqliq o'qiganlarga ularning balaligini aslatishi va balkim hozir yana shundaq kunlarni boshdan o'tkazishga majbur bo'layotgan bo'g'inlarga ilhom bo'lishi, undaq kunlarni o'tkazmaganlarning oz to'la kulkisiga xuruj bo'lishi mumkin. Mening Ulug'chat nahiyesiga tunji borganchig'im 1982-yili biz Kanshvar O'rmon maydon farzandlar boshlang'ich maktabidan Anvar abla, Mamatjon Umar, men, Aymnisa Rahim, Saatgul abla, Aygul Aziz bo'lib 6 o'quvchi. To'liqsiz 1-yillikqa o'qishga kirish uchun bir shanba kuni o'qituvchimiz Qurbon Namatning, ya'ni Qurbon muallim az vaqtdan keyin Aqtu nahiyesi Jamoltirak yezisidagi boshlang'ich maktabga yo'zkilib ketib qoldi. Chunki yolg'iz onamni boqaman deb. Biz mushu muallimning yetakchiligida Ulug'chat nahiyesiga bordik. Shanba kundagi qo'nalg'u masalamiz o'rmon maydonimizdan o'qishga burun borganlarning o'zlarining karvatlarini bizga bo'shtib berishi bilan hal bo'ldi. Menga maydonimizning peshqadam xizmatchisi ota-onam bilan urug' tuqqandek yaxshi o'tadigan Abdurahmon aka bilan xushxuy chiroy, mehribon Fatima achamning, ya'ni Fatima achamning yurti atish maishatdan bo'lib, uzun yillar ilgari tog'dan otiqqa o'tkilib kirib ketgan bo'lsa-mu, ammo ota-onam bilan hozircha izlashib o'tdi ekan va har ko'rishganda ota-onamdan meni so'rab salom yo'llaydi ekan. Fatima achamning o'g'li Tursun Muhammad aka, "Voy Mijitkamning bolasi Qaysarkam, at imtihoning bor, xotirjam uxla" deb o'rnini bo'shtib tayyorlab berdi. Biz bilan birlikda Ulug'chatning O'qsalır, Ko'ni Ulug'chat, To'yun va chorvachilik pirimisi, Ko'mirkan qatorliq yerlardan kelgan Uyg'ur, Qirg'iz qatorliq qarindosh o'quvchilar atsi maktabning sinflarida adabiyot va hisobdan imtihon berishdik. Adabiyotdan imtihon berib chiqqanda qulog'ima kirib qolgan chorvachilik rayonidan kelgan ikki qirg'iz o'quvchining munu so'zi quloq to'yimda texcha hozirla anglagandek jaranglaydi. Aman turdo'sin, Atatoch, ya'ni ism. Atatoch deganda qanday yozding? Zatatoch, ya'ni sifat. Zatatoch deganda bunday yozdim qo'y, to'g'rali. To'g'ri baba. Shunda qilib sentabrda o'qish boshlanib ketdi. Maktabning ilmiy mudiri Ayib Ismoil ismli asli yurti Turpandan, ammo 60-70-yillarda Ulug'chat xizmatga taqsim qilinib, shu yerlik bir qirg'iz xonim bilan to'y qilib, qirg'izcha nutq deganni avtomatning o'qidak qo'yib talaydigan bo'lgan. Uyg'urchani xuddi Turpandan teqi tunigin kelgan kishidek kishi bilan so'zlaydigan surlik maktab boshqarish iqtidori ustun notiq bir kishi edi. U kishi sentabrning eng oxirgi bir shanba kuni, o'qiladi, shanba kuni o'qiydi. 2 soatlik tanaffus vaqtida balalarni yig'ib, maktabning har bir o'quvchisiga birdan qo'g'in bermoqchi bo'lganligini aytib edi, ko'pchilik qo'shib ketishdi. Balki hozir balalar bu degan qanchalik narsa qo'shib ketgidek deydi, qachon. O chaqlarda kommunati mavjud. Bozor qo'yib etilmagan bo'lib, go'sht bileti va raxt bileti texnicha ishlatiladi. Emdala terilishga başlagan bozorda moddiy ashyo, mevichi va qo'g'in tavsizlar qiz. Bo'libmi, atrofida bozor bo'lmagan o'rmonchilik maydonida bundaq narsalar texmi qis edi. Dadam maydonning qo'lliq kadri bo'lg'achqa, u yer bu yerga komandorga chiqib turadi va lozimliq go'sht, sayko'ktat, mevichilarni aklib turadi. Lekin shundaqdimi,
6 jam bar oyda o nasla asallı öksüp qalatdı. Әммейлән мәктәпнең xo'jalik bölümünün kadri Ergash akaның tizimlashida birdan qo'g'inni aldık. Nayda öy bar balalar, xuddi tağdan şaptılızıp düşkən maymun o'xshash, bekarga kelgan birdan qo'g'inni quchoqlab öyə ketishdi. Ammo yataqda yotadigan balalar yataq kiribla ba'zilari qo'g'inni pichib, nafs taqildab ketganlar bo'lsa, to'mir karavatlarining girvaklariga urib yeyishga, shapaqlarini g'ajalash tushdi. Nemishqidir, mening bu qo'g'inni qat'iy yegim kelmadi. Uni fikrlarimga qisindim. Orman meydanından kelgan boshqalarning uyga qaytmaydiganligini so'rab bilgandan keyin, tushdan keyin o'rinlashtirish bo'yicha saboqdoshlar bilan maktabning tozalik ishini qilib, soat 4 atrofida harbiychi seriq so'mkaga yiliq qo'g'inni qachilab, oqsaqrab mangdigan ayoli bilan Noyi bozorda do'kon ochib, xeyli to'nilib qolgan Iloji ismli buvayning do'konidan ikki mo'changa fikrlarimga atab Memphis kamput ilib, Kansu Qashqar tosh yo'lga chiqdim. Aldığım 4-5 qatımlıq şənbə günündə öyge qayışda köpçülük bilən billa boğaçqa anca bilinməpdi ikən. Amma bu qatım özüm yalğız boğanlıqdan Noyi bazardan piyada bu taş yol boyuğa geliş bək uzun tuyulub getdi. Yolun boyda Tuğxan isimlik Aqsu'nun kavısdak semizəm yumalarak kəlkən bir 30 yaşlıq ayalının aşxanısı var idi. Aldığın qitamlarda biz balalar şu aşxanının aldıda toplaşıp durup, Kansu taraftan kömür besip qaytqan şopurlağı yal vurup maşinlarga chiqib ilishqan edik. Endi o'ylasam, Noyi bilan ormanchilik maydonining araligi 25 kilometrga yetmaydi ekan. Hozir men kunda ashunchalik yo'lni besib ishga berib kelaman. Demak, shu chaqdagi moddiy sharoit ashundoq bo'lganlikdan kishilarning turmushida ko'p qiyinchilik bo'lgan ekan. Men bu aşxanının aldıda birə ko'ngli yumshaq şopuri elib ala degan umidda tura umid qilib uzun turib ketdim. Mendek texi 12 yoshga to'liq to'lmagan kichik balaning so'ziga birər şopur eran qilamdigan. Qarang'i tushib, yulduzlar ko'rinishga boshladi. Cho'qim uyga ketaman-ku deb niyat qilib qopdiman-da. Ko'nglimga qo'rqinch tushdi. Yataq qaytib ketay desam, o'zim yolg'iz. Noyishiga bag'cha Dong Atrat deb atilgan kanatdan o'tishim kerak. Men o yerning ishlarning odamlarni qo'g'ilganini ko'rgan. Garchi o'zim ishchilik bo'lsam-mu, 7 yosh chog'larimda ish qo'g'lab yurganimni olgan esimda. Shunga ishdan o'lgida qo'rqaman. Yenimda biror shopir kira so'rab qolsa deb saqlab qo'ygan 5 mo'chan pul bor edi. Qo'sug'im echib ketib shu 5 mo'changa oshxondan yerim osh yedim. Qaltis tatliq etdi. Oshxonning egisi texchi mening bo'yin qisib turib ketganimni ko'rib, ish og'irdimi aytavur. Qaytib ket, maktabingga desam, unimiding. Bugun mashina az, men oshxona taqayman heliye dedi. Eliqa oilamni seg'inish hissiyatiga qo'rqinch qo'shilib, lag'ildabla ketdim. Shundaq dakki-dukki tursam, kaskan taqib ketaman deb bir kishi kelib qoldi. Cho'ng deganning cho'ngligi bo'ladi ekan. Qashqardan Kansuga ko'mir olg'ili chiqqan bir shopur eliqa odamni elvish qo'shildi va chiqinglar dedi. Shopurusdan meni ash kishining balasi deb o'ylab qolgancha. Mashina mengavatdi. Men ko'mir besilgan mashinaning ustida ayrim ko'mir qachilangan chiptining ustida o'tirib, ya'ni shopurlar shu chaqda 2 chipti ko'mirni ayrim qachiltib setib yeydi deb anlagan edim. O chaqlarda shopur desa turmush yaxshi degan fikr kishilarning qalbisiga keladi. Shu chiptining ustida o'tirib, osmonda jimirlab turgan yulduzlarga qarab, mush kechda to'satdan uyga borsam, ota-onam qanchalik xush bo'lib ketar, fikrlarim meni quchoqlab so'yib ketadi qachon deb o'ylab, she'rin xiyol surib mangdim. Yollarning ba'zi qismlari buzilgan bo'lib, mashina tosh yo'ldan ayrilib cho'llikka minib, ondan yana tosh yo'lga chiqib tegdak mengavatdi. Ammo mashina kaskan taqqa yiqilishga boshlaganda ansirashga boshladim. Bu asosan yo'lning 70% edi. Men aslida shopur ustamga o'rmon maydoniga borganligimni demayli chiqqan edim. Bu shopurlar yo'lda to'xtaganni yoqtirmaydi. Agar men kaskan taqqa tushib qolsam, uyimga menib berib bo'g'icha taş yol uchastkasining shu'ba punktidan va yeziglik diviziyasining tarmoq punktidan o'tishim kerak. Bu diviziyaning ishtlari g'aljir bo'lib, seni talab o'ltirib qo'ymagandimi, naka qilib qo'ydi. Eliq odam kaskan taqda tushib qoldi. Men nima bo'lsa mayli alokmillah deb o'ltirdim. Mashinaning ustida mendan boshqa odam yo'q. Tilsiz ko'mir va ustimda oy yulduzlar bor. Kaskan taqdan keyingi yo'lni shundoq bir xil bearamsizlik ichida xiyol qilib mangdim. O'ylagandek ish bo'ldi. Mashina o'rmonchilik maydoniga yetib kelganda kapinkaning ustini urdim. Shopur gachchada to'xtab, mashina eynikidan beshini chiqarib, qo'lini shiltib qaydab ketdi. Nima gap bor? Tushib qolmagan maviyada? Ya mening uyim shadetdi. Ustam og'zini sat buzdi. Shak shumtak mashinadan chaqqan.
adamni ahmoq qilib. Uning til ahonati bak g'ar keldi. Shuning bilan o'zimdan burun hel qo'g'im bor so'mkani pastga tashildim-da, ondan o'zimni yerga attım. Yo'l shig'il tashdan yasalgan bo'lib, paloqqida shig'ilning ustiga yiqilishim bilanla ishtonning tizi yirtilib, putim shundoq og'rib ketdi. Mashina qo'zg'alganda keyni chiroq lappa deyinimida 27397 degandek bir nomerni o'qib oldim. Xap o'g'ri. Cho'ng bo'lganda yaxshi o'qib, seni tepib mushi tillaringni o'zingga yondirib beraman. Bir bechora kichik balnimi mushundaq tillamdi bir cho'ng odam. Uning tilishi menga ig'ir kelgan bo'lib, ko'zlarimdan yoshlar quyilib ketgan edi. Mana ishni ko'rib. Mashina ketgandan keyin esimga kelib, atrofga qarasam, yaproqlari shipirlab turgan o'rmonliq. Yo'lning bo'yidagi o'stangda eqiyotgan suvning ovozi. Jahon shu qadar timtos ham surlik. Qarasam qo'g'in necha parcha bo'lib, uning suvi seriq so'mkamni yo'l qilib o'tibdi. Tizim og'riyotdi. Tosh yo'ldan uyga kelib ketishim uchun yana 1 kilometrcha mengishim va haqla mushu yerda jin bor deb qaraydigan Damba degan yerdan o'tishim kerak edi. Alaytan fikrlarim bilan birga yeyman deb ko'tirib kelgan qo'g'inimning necha parcha bo'lib ketishi, anglagan tillarim, og'rigan tizim. Endi bu yerim kechidan oshganda mavi yopurmaqlari shildirlab, odamni suri bosqizdigan o'rmonliqning ichidan yolg'iz menishni o'ylab, vujudimni qo'rqinchning besishi karomat egri keldi. Ishingga yotqizolmasang teshingga chiqarib. Bir tarafdan mishildab yig'lab, bir tarafdan jin shaytonlarning vasvasidan qo'rqib, cho'ngdadan bergan qo'g'in pishiq yaraydigan qalamtiroq pichoqning uchini chiqarib, oldi keynimga va yollarimga shiltib, biladigan oyatlarimni o'qib sufsuf qutmandim. Chunki men kishilardan jin shayton pichig'i bor odamga yaqin kelolmaydi. Chechimni kesib oladi deb qo'rqidi degan gapni olgan edim. Amaliyotda o'ylasam, bu gapga cho'nqur mazmun yoshiringan ekan. Şu yo'l bo'yi jin shaytonlar pichig'im borligini bilmay qolmasin deb pichoqning uchini ay yo'rug'da valalatib pulanishib mangdim. Kim biladi kechida tarif chiqqan birisi ay yo'rug'da valval qilgan belgini ko'rib, meni alvasti keldi deb qo'rqib bo'shnolmay uyga qochib kirib ketdimi dexe. Kechining suri boshqada. Men uyga kelganda sahar soat 1 bo'lgan edi. Uyliklarma meni jin o'xshaydi deb o'ylab qolganchig'i eshikni shuncha o'lsam jim turib oldi. Bir hazoqcha eshikni ursam ovoz yo'q. Oxiri un qo'yib vaqirab chiqladim. Adam mığmıq şəhərlərdə çangçilik əşlərinin rəhimisi bolğan bilan adam zati az bolğan tağ ormanlıqlarda jin alvasının adamga qorqqaq silvetidigan, qorqqaq chiqiritidigan vəsvəsi köp. Şunun bilan anam jin çırağını yoritib, o'ylining ishini ichib, "Voy jinim balam, bu kechda qandaq kelding?" deb yig'lab ketdi. Dadam atışıq kabandırıb ketgan ekan. Arqıdilla uchukkamni o'yg'inib, xuddi daraxtning shoxlaridan yeshilliqi danlig'i tushgan kaptarning bachkisidagi uydan "Voy akam ketdi" deb chuvildishib chiqishdi. Ularning xo'shalligini ko'rib, tartgan so'riqchiliklar tutundakli g'oyib bo'lib ketdi. Shunda qilib biz bir azoq uxlamadik. Mening ulug' jati 3 yil o'qish jarayonida ashu 25 kilometrlik yo'lni har haftadagidek bir qatim qatnash jarayonida bilganlarimmi, ko'rgan, anglaganlarimmi oz bo'lmadi. Şu yıllarda Tunkumu, Labakumu iş qilib, ashundaq ayğı keng bir ishdan moda chaqlar edi. Anam, balam tankishlarning oldida sarg'ayib qolmasin deb, alaytan tik kuchiga buyurtib, shu ishdanni tikizib bergan edi. Bir qatim mashinaga chiqaman deb aldirab, shu xolop ishdanning puchuqiga o'zim putlishib yiqilib tushib, tizim zaxminlab, butunlay echilib qolgan edi. Ormanchilik maydoniga ketilganlarning soni 20 atrofida bo'lib, hammaylarni biraqli bir shopirning elilishi mumkin bo'lmaganlikdan 3 dan 4 dan bo'lib ustamlarga yolvoratdik. Ketib o'tib 5 mo'chandan kira to'lab qolatdik. Ba'zida bir shopir 2 odamga ma'qul degan bo'lsa, uning alfaziga qarab mashinasi qo'zg'algan chaqda avi 2 bola chiqib bo'lgandan keyin bizga sharat qiladi. Biz mashinaning keyinini qo'qlab ko'z qislatdik. Ular qo'llarimizdan tartib oladi. Bir qitim men shundaq bir mashinaga islib qopdiman. Shopirning bundan xabari yo'q albatta. Tuyuqsiz mashina itiklab ketdi. Men Alloh tavba deb ketdim. Qo'limni qo'yib vassam tosh yo'lga paloqqa tushmanda yuzim tavuzning shapqidak tuzlan bo'lib ketdi. Qo'yib atmay desam bu kichik qo'llarim bilan ko'z chiqolmayman. Shu chaqda birisi "Aka, al qo'lingni" deydi. Qo'limni uzatdim bilman, boshqasini o'qimayman. Bir chaqda tojikning tumig'idakli uchib, ko'mirning ustiga mo'kka tushdim. Eg'izlarimga ko'mir kirib ketdi. Yuzlarim qop-qora. Har qatim shu ishlarni o'ylasam tenim shurkunidi. Agar mening qo'limdan tortgan odam salli kuchigan bo'lsa, mashinaning oldi chaqiga ham bo'lar ekanman. Elim rizqim bor ekan. Hozir mana yosh 40 dan oshganda shu ishlarni aslab o'ltiribdiman.
Qarasam, mening qo'limni tartqini ulug'chat noy ichida lukchaklik bilan to'nilgan, ya'ni 40 dan ortiq odam bilan tanho so'qishib, ularni qo'rqitib atganligi bilan noy ichidagi nurg'un odamning eg'izida so'zlanib turadigan Islomjon ismli o'ttir bo'y kishi ekan. Xudo bir saqilda deb menga qarab kulib turdi vakimiz. Men ko'p rahmat aytdim. Shundan keyin u odam ko'zimga issiq ko'ringan bo'ldi. Demak, lukchak deb atalganlarning hammasi aska emas. Boshqalar azob tortgan, ko'krak kirib chiqargan, u mard, u palvon. Shundan keyin men bu odamni nochi deb bildim. Uyga ketishning ta'sirligidan, mashinalarning qisligidan biz o'quvchilarni har xil amallarni tepishga majbur bo'lardik. Hozirmi shundoq aniq esimda. Maydonimizdan borgan yoshi cho'ngroq oliy maktabga imtihon berishga oz qolgan qizlar kichiklardan bir nechimizdan boshlab oshxonadan sal to'piga mang'atdi va bizga deydi: "Sizlar mau tosh yo'lning tagida ko'rikka kirib turinglar. Mashina to'xtagan ovozni olgan. Hamonlar darhol chiqinglar." Bu amal ko'p tez unum beradi. Cho'ng bo'lib o'ylasam, jinning qasdi shaptilishgan emasmi? Ayni chaqda kichiklikda anqira olmabdiq. Men u chaqlarda sho'pirlar qizlarni ojiz deb o'ylab, ish chaqirtib to'xtaydi deb o'ylabdi ekanman. Ko'vrikning ostida tugilib o'ltiramiz. Quloqlarimiz toshqanning qulog'idek sazgur. Mashina to'xtagan ovozni anglaymiz-da, eli partizanlardakli yugurib chiqamiz. Mashinasi qarab yugurib kelgan biz kichik bolalar cho'qim u sho'pirlarning ko'ziga bir top shum qog'i bo'lib ko'rinadi-ku deyman. Sho'pir ustamlar heliqi cho'ng yoshli qizlarga g'azab bilan bir olib yutib deyishadi: "Chiqsha!" Ularning ko'zlarida ochiq. U chaqda sho'pirlarning ijtimoiy o'rni yuqori edi. Sho'pirlarga ehtiyojimiz tushganlikdan aramizdan xap cho'ng bo'lganda sho'pir bo'lmasam deydiganlarmi chiqdi. Bala do'stim Mamatjon dal shundoq degan, ham shundoq qildi. Hozir u otishda bir kolonning mas'ul ekan. Bu sho'pirlarning ba'zilari gap qilmay mashinasiga ilib olib, yarim yo'lga borganda mashinani to'xtatib, yo'lovchilarni pul berishga qistaydi desa. Bu biz o'quvchilarda hamisha kira to'ligidek pul bo'lmaganlikdan Qashqar ochiq safarga mangan cho'nglar beradigan bilan biz boshni sangiltib o'ltiradigan. Ba'zida bo'y cho'nglikmi odamga ziyon bo'ladi ekan. Maydonimizdagi Tayajkamning o'g'li Mahmud o'zi sho'x, yeshiga nisbatan gavdalik cho'ng bola edi. Bir qatam bir sho'pir uni kira to'lashga zo'rlaganda, u bir gasning rolini muvaffaqiyatli o'rinlab qutulib qolgan. Sho'pir dediki: "Ey ukam, kira to'la." Mahmud hech nima anglamagandek inkassiz qarab turgandan keyin sho'pir qattiqroq vaqirdi. Mahmud qulg'im anglamaydi degan ishoratni qildi. Sho'pir mashinadan tushib keldi degan ishoratni qilib edi. Mahmud g'uzvan kirdi. "Nimdilla? Mashinani o'zimni otamdimi? Ma'qul." U o'rnidan qop rastdan o'zini atilgandek bir harakat qilib edi. Sho'pir o'tiq bo'ldi deb ketdi. Demak, Shekspirning turmush bir sahna hammamiz artistligini, uning turmushni, odamlarni kuzatib chiqargan barhaq so'z ekan. Kishilar turmushda qiynalganda, qistalganda har xil rollarni elishga majburlanadi ekan. Bu yo'llar bizning maydonimizdan berib, noylik birinchi o'ttir maktabda o'qigan bizdan tuvan yillikdan Xanisagul ismli chiroyli bir qizni yeb ketdi. Yasim Musakam bilan To'xana achamning guldak uz o'sgan qizi Xanisagul bilan Ablayli akaning qizi bo'lgan Aynur bir kuni maktabdan yinib, ko'mir bosgan bir mashinaning ustiga chiqdi. Mashinani haydaguvchi sho'pir yosh bola bo'lib, aroq ichib masalda yo'lga chiqqan ekan. Mashina o'rmonchilik maydoniga kelishga 5 kilometr yo'l qolganda o'rilib ketib, ularning mashina bilan qo'shilib ko'mir besib oladi. Atrofdagi qirg'iz qarindoshlarning chaqqonlik bilan qutqizish harakatiga kirishiga qaramay, Xanisagul rahmatlik 14 yashil qazo qildi. Aynur garchi hayot qolgan bo'lsa-mu, kasalchan bo'lib, necha yilning oldida qazo qilib ketibdi. Mushu safar jarayonida nurg'un yo'lovchilarning har xil parang'irini anglash ma'nosi bo'ladi. Men ularning parang'irini qaytar qilib anglaydim. Shunday qilib, ba'zi ishlarda quloq mo'ngsi bo'lib qoladim desa. Ashundaq safarlarning birida keyin otishda televizor stansiyasida diktor bo'lgan Setvoldijon Mutallibning dadisi o'ttir bo'y shapburut kelgan Mutallib aka mashinaga birga chiqqan Ismoiljon muallimdan matematikada yaxshi ekanligimni bilib shundoq so'ragan edi. "Deb baqina, seni darsda yaxshi deydi. 2 sonning ayrimisining kvadratini qandoq yayimiz?" Gapimda mening matematikada nima uchun yaxshi deb atalganimga kelsin. Bu yerda bir qiziq ish bor. Bizda qog'i balam oppoq, kirpi balam yumshoq degan gap bor. Mening onam dal shuning misoli. Onamning nazarida men hamisha egiz, aqlli, nuqsonim yo'q. Mening bo'yim u chaqlarda o'z yeshimdikilarga qaraganda kichik edi. Lekin men onamga bo'yliq ko'rinsam kerak. May bayramida menga bir oq ko'k shirak kelgan chapon kiygizdi. Bu chapon menga xilli uzun kelib qoldi. Ya men haqqa diqqat qilmayman, yoki haq menga. Shundaq bo'lganlikdan beparvo holda kiyilib edim.
Dal shu chaqda maktabimiz 6-yillikdagi 3 qirg'iz sinf, bir uyg'ur sinfining jami 4 sinfning o'quvchilari orasida matematika zehn sinash musobaqasi o'tkazilib, men u musobaqada birinchi bo'ptiman desa. Men o chaqlarda o'zim darsda yaxshi bo'lgan bilan sal ratsiz, so'laqroq edim. Ammo so'laqligimni bilguchiligim bor darajada sez ko'rmadim. Chapanning peshi uzunroq bo'lganlikdan bir kuni sahardagi tantarbiya mashg'ulotiga oldirab, kichik tarat qilganda diqqat qilmay, ilk chapanning peshiga haq ko'sala nima ekanligini bilgidak darajada takkizib qo'yibdiman. Dal shu kuni quyosh shundoq nurliq, havo ochiq kun bo'lgan edi. Ayib muallim 2-soat tanaffus vaqtida bizni maydonga yig'ib, muhim narsalarni anlatdi. Shu kuni u matematika musobaqasida mukofotga erishganlarni taqdirlamoqchi bo'lib dedi. Tövəndəki savaqdaşlar o'ttirg'i chiqib mukofot olsin. Ko'pchilik qizg'in javob jilayli. 6-yillik A sinfdan Qaysar Mejid 1-likka, B sinfdan Amantur Jamil 2-likka. Ishdan chiqqan ko'ngilga tayin. Shu kuni uchamda yiliqi peshiga belgi tushib qolgan chapan bor edi. Maydonga chiqsam aniqlik kulkiga qolganini bilatdim. Chiqmay amal yo'qdi. Shuning bilan maydonga chiqib, bir qo'limda peshimni yipib turishga urindim. Bir taqdirnoma va bir ko'k tashli xotirani matematika ishxonasining mas'uli Jamil muallim elib oldimga keldi. Bu kishi universitet matematika fakultetini bitirgan az sondagi qirg'iz ziyolisi bo'lib, o'zi ilmiy yaxshi odam edi. Keyin oblastlik ma'rifat idorasiga bosh bo'ldi deb anladim. Endi ikki qo'lni ishlatish kerak-da. Taqdirnomani elish uchun qo'limni qo'yib o'tishim bilanla maydondan chavak oldirib turib, menga zang silayotganlardan kulki ko'tarildi. Lekin men izoda necha o'lib bo'ldim. Biz 6-sinfga borganda bizga sinf mudiri Atish Eksoq Husayniya maktabining tunji o'quvchilaridan biri, ham keyin shu maktabning o'qituvchisi bo'lgan Emin apandining o'g'li Mehmet Tursun muallim sinf mudiri bo'ldi. Mehmet Tursun muallim bizga geografiya darsi beradi. Darsni yaxshi o'tadi. Futbolni qaltis yaxshi o'ynaydi. Mubada o kalli qo'yib qaytirgan topni boshqa odam qo'ysa, o'zi senturilib ketadi. Tarix darsini Atishning og'zidan chiqqan Jelil ismli muallim, keyin Atishga banka xizmatga almashib ketgan Jelil muallim o'tadi. Jelil muallimning tubitlarning ko'chishi va o'nglik so'ygin to'pining haqidagi mazmunlarni so'zlagandagi qiyofati hozirmi ko'z oldimda. Xitoy tilini Jamolxon xonim beradi. O'zini yaxshi bilganim, yaxshi ko'rganim bilan darsiga shunday qo'ychidim. Marksizmlik siyosiy savat darsini Aytilla ismli ko'zlari ko'k, chiroy sochlari seriq, zilva ham go'zal kelgan bir qirg'iz xonim o'tadi. Mushu xonimning darsidagi bir amaliyot menga maktablarda konsept yozishning ancha muhim emasligini o'rgatdi. Bir kuni bu xonim shunday so'zildi. Dunyoni emgak o'zgartgan, odam maymundan o'zgarib kelgan va hokazo. Men shunday so'radim. Xonim, odam maymundan o'zgargan dedingiz. Ajab bugungi kunda maymunning odam bo'lganini olmaymiz a? Ay, Qaysar, jo'na turchi. Ya'ni jim tur. Deb birni olaydi o xonim savolimga javob bermay. Shuning bilan konsept yozg'im kelmadi. Atrofimdagi saboqdoshlarim konspektlarni yozib ketadi, imtihonni yodlab ketadi. Men o xonimning so'zligini o'ylab, ko'nglimda savol qo'yib turardim. Konspektni to'liq yozib ketmaganimga qaramay, mavsum oxirida a'lo nomer olib o'tdim. Shuning bilan keyingi o'qish hayotimda konspekt yozishga ancha e'tibor qilmaydigan bo'ldim. Matematika darsini ustunat o'chardiki yurt aqsaqli Yasin Qarim bilan peshqadam Marif Tursunxon xonimning farzandi egiz ham ko'kkiz kelgan Ahmadjon o'tadi. Ahmadjon muallim intayin ishtiyoq bilan dars o'tadi. Uyg'ur tili adabiyotini Abaydulla muallim o'tadi. Ya'ni bu muallimni aslimamning birinchisida aslab o'tdim. Tantarbiya darsini Muxtor deydigan Pedagogika universiteti tantarbiya kasbini bitirib kelgan bir qatimliq cho'ng uzun yugurish musobaqasida chempion bo'lgan, o'zi o'riq, vijik kelgan qirg'iz o'qituvchi beradi. Botanika darsini dars so'zlash metodi ustun, duttar, saz va naqshiga mahir bo'lgan, ammo nayt salobatli kiyinib yuradigan, munavvar olim ziyolilarimizdan faxrlanib dars so'zlaydigan Ismoiljon Rahim ismli muallim beradi. Biz 7-sinfga chiqqanda mudirimizmi va ba'zi darslarni o'tadigan o'qituvchilarimiz almashdi. Ba'zi darslar qo'shildi. Fizika darsini To'ychi ismli yaxshi o'qituvchi berdi. To'ychi muallim Uyg'urcha va qirg'izchani aralashtirib, darsni nayt tushuntirib so'zlaydi. Newtonning birinchi harakat qonuni degan mazmun kelganda, bu o'qituvchining degan bunu so'zi hargizmi esimdan chiqmaydi. Aeroplan manganda, aeroplan uchganda. Yo'q. Aeroplan churqaganda. Churqash qirg'iz tilida yugurish degan ma'noda. Men eng oldidagi partada bo'lganlikda toza diqqat qilsam, To'ychi muallimning og'zidan ko'pildab aroq buraydi. Masga ishilmasa, ashundoq bo'ladi ayna. Uchirganni mang'izib, mang'diganni o'ltirg'izib, o'ltirganni yugurgizib.
7 sinfdagi jug'rofiya darsini Qashqarbay degan qirg'iz o'quvchi berdi. Asli o'zi Qashqarda tug'ilibdi ekan. Xitoy tilini bizga yangidan sinf mudiri bo'lgan dars metodi ustun Obulqasim muallimning xonimi mehribon o'qituvchimiz Fatima xonim berdi. Obulqasim muallim o'zi adabiyot darsini berdi. Xitoy tili darsiga ba'zida Hajim Salay degan yosh o'qituvchi kirib qo'yapti. Matematikani onasi Uyg'ur, dadasi qirg'iz bo'lgan Shavkat muallim berdi. Tantarbiya darsini Hashim ismli egiz bo'yliq, qovul kelgan qirg'iz muallim berdi. Ximiya darsini Uyg'urchani xilli ravon so'zlaydigan To'xtibo'vi xonim berdi. Bu yuqorida ismi qayd qilingan o'qituvchilarning ko'pinchisi Qizilsuv Darul Ma'limini bitirganlar bo'lib, men tas qolgan 8-sinfni bitirganda ashu maktabda o'qig'ili. Shundoq bo'lgan bo'lsa-mu yaxshi bo'ladi ekan deb o'ylab ketaman. El yurtni sig'ingan ba'zi chaqlarda. 8-sinf chiqqanda qonun savat darsini meni Abaydulla muallimning darsida balaga qo'ygan parti deshim Setvoldining dadisi Sopur muallim berdi. Sopur muallimi darsida bak yaxshi o'tadi. Matematika darsida bo'lsa, Husnatush dehqonlar kentida uyi bor, cho'ng dadisi 6 oydan bir qozoq qizga o'ylanib, u ayolini otishga yondirib kelgan Ömer muallim berdi. Cho'ng onasi 6 oy tarafdan bo'lg'achqimikin Ömer muallimning 2 mangzi anardek qizil bo'ladigan. Ballar kapsizlik qilib kelsa mundaq. Men tunji qitim anglab hayron qolgan so'zlarni ishlatadigan. U buqini chinni bo'ltirdigan. U challida olib chaptirdigan. U paypoqini olib qaqadigan. Voy, jiqla shunday so'zlarni qilib ketadi. Bizning yotoqda 10 nechimiz birga yotdik. Mening karotimning ostida O'qsalir degan yezdin kelgan, To'xtasin degan ma'zi qizil egiz bo'yliq qirg'iz bola yotadi. To'xtasin qishliq ta'tilda uyga qaytganda, uydan ota-onasi pishirib bergan go'shtni elib kelib, yotoq tashlarga eg'iz tekkizatdi. Bizning maktabning o'qitish intizom xizmati rastliqcha tutiladi. Maktab Aqto'dan yurti Ulug'chatga yo'tkilib kelgan Ma'rifchi O'rkunbay mudir, ya'ni mening saboqdishim G'olibning dadasi va Ayib Ismoil ilmiy mudirning yetakchiligida to'limi tartibli edi. Bo'libmi Ismoil Yazim ismli qobiliyatli bir qirg'iz o'qituvchi bo'ladigan. Egiz qo'njilik o'tikni kiyib, gus-gus dasab qo'liga tayoq qilib sinfga kirsa, odamga bayni Gestaponi asildadigan. O'zi surilik edi. Bizga rasm darsi bergan. Bu odamning mundaq bir ishini anglaganman. Bu rasmı yalğanmı oxumayman. Mədniyyənin xilavi məzgildə Longshujin degan bir Xitoy yurtimizni so'rab yurgan kunlarda bir avtonom rayon darajilik yig'inida shundaq deb demiş. Hozirmi shu chatalga bog'langan aksli inqilobchilar bu yurtda kalning tukudimi ko'p. Mavi gap qopmashmidi. Bu deganlik hammamizni aksli inqilobchi deganlik emasmi? Butun rayonimizga odamlarning sonini olsak, kalning tukugim yetmaydi. Bo'ldi, bundaq yig'in qatnashmayman. Yig'in Qashqardan vakil bo'lib borgan Ismoil muallim shundaq deb yig'indan qaytib Qashqardagi xizmatini tashlab, yurti Ulug'chatga qaytib kelib o'qituvchilik qilganmish. Bu odamning astoydillik va talabchanlikqa qarab, shundaq degan bo'lsa-mi degan-do deb ishinib qolgan edim men o gapni anglab. Ismoil muallimning jangovar deb ismi bor o'g'li bo'ladigan. Keyin Xotan oliy texnikumda o'qidi deb angladim. Ismoil muallim atigan soat 6 bilan yotqimizga unib, pushtakchilib o'quvchilarni sahardagi tantarbiya mashg'ulotiga chaqiratdi. Soğuq günlərdimi quloqchisini kiyilib ballarni uyg'otadi. Tushlik tomoq vaqtlarida yotoqda tuyuqsiz paydo bo'lib, tomoq chekadigan ballarni tutatdi va yoki yotoqning yeniga tarat qilayotganlarni tutatdi. Bir qitim bizning sinf boshlig'i Muxtarjon Seyit kichik tarat qistab ketib, yotoqning keyinida o'zini bo'shlatsa, uni Ismoil muallim naq maydon tutib olgan. Atsi Ayib muallim 2-soatlik tanaffus vaqtida shundoq jaka qilib maydonni kulki ko'tarib o'tgan edi. 8-yillik A sinfdan Muxtarjon Seyit tunigun ishqa o'xshash yotoqning keyniga siyib bir qavatlik yotoqlarimizda har yerdan kelgan balalar to'liq o'tirning o'g'il o'quvchilarimi bo'lib, yiroq chorvachilik rayonidan kelganlar qish kunlari kir yuyib, yunnisni ishni olib ketdi. Ondan bu yunnilar qetib muzib qoladi. Bu xuddi Nabab partizaning o'zining yo'liga o'zi bomba ko'mgandek bir ishkan to'q. Bir kuni sahardagi muni ishni o'ylasam, hozir shu kulki qistaydi. Ismoil muallimning ovozini anglagandan keyin hammaylar o'pir-to'pir bo'lib tangli maydonga yuguraydik. Bir kuni Ismoil muallimga amra bo'lib, yana bir yosh o'quvchimi bolalarni o'yg'atqil kiribdi. Qo'pqila! Yosh muallim shundaq deb bizning yotoqqa kirib qoldi. Unda qahrdan sovuqda kimning issiq yotganidan qo'pqisi keladi deysiz. Bo'pmi 12-13 yoshli bolalarning texmi kelmaydi. Ben endi karvatdan tushib turgan edim. Mening karotimning ostidagi to'xtasidan sado chiqib qoldi. "Qo'pboybuz! Ey, nima deb jatarsan? Mana qo'ppasan." Yana o'qituvchi mushi bilan to'xtasini birini soldi. Agar boshqa odam bo'lsa, tish to'kilib ketadi-da. To'xtasining tishlari mustahkam ekan.
Onu görüp alman meydanға çıqay dep aldırap bangsam, aldımda yügürüp çıqqan birisi yataqның aldidagi muzuqtiyle palaqqa yıqılıb domlap ketib atadi. Qarasam, onun yo'g'on quloqchisi arvadan chiqib ketgan choqdek domlap bir yerga ketib atadi. Onun o'zi bir yerda. Yeniga ittiqli berib qalsam, "Endi" deb paqshab yatqani 9-chi sinfda o'qiydigan Koni Ulug'jat degan yerdan kelgan qirg'iz bola ekan. O o'yg'atqali kirgan muallimlarni tillab atamdi, yundi to'kkanlarnimi. Shundaq bo'lsa o'zim qo'shib tillaygan bo'ladi-da. Chunki men uning yundi to'kkanini eshikni oldiga ko'rgan edim. Va yoki o'sha jafoliq kunlarni. Uni Xudo bildi. O'tikning ostiga noli deganni, otqa noli qaqqandek tomqi qilsa, ashundaq bo'ladi ayna. Nolni qilin qiqilib, o'tikni kanki deb o'ylab qoldimikin bu birodar. Biz maktabdagilar intayin yaxshi o'tatdik. Biz 8-chi sinfga chiqqanda Manas dastonini yodqa bilish bilan bizdan bir sinf to'van qirg'iz sinfda o'qiydigan Saybi Jamol degan chiroyli bir qirg'iz qiz maktabda dang chiqardi. U mu darsda yaxshi bo'lg'achqa maktab o'quvchilar uyushmasining kadri edi. Talab bo'yicha biz attiganlik darsda boshqa sinflarga kirib o'quvchilarning sonini olatdik. Saybi Jamol bilan dojurnikni o'timiz oldi keyin edi. U menga Yusuf Mamayning Manas dastoni kitob bo'lib chiqqanda mundaq bir qur'onni o'qib bergan edi. Ertöştün balası, elpamıştın kalası. Arlıqdan 30 yil o'tganda Saybi Jamoldan so'rashdi qilsam, Yeziglik universitetida o'qish qilib, yaxshi o'qib Urumchida xizmatga qapti va atishliq bir Uyg'ur yigit bilan to'y qildi. Endi ismi Sayib Jamol bo'ldi degan gap. Kaskan tog'dan keldigan biz bilan parallel sinfda o'qiydigan Jumaqun Sartaqo'un deydigan bir bola bo'lgan. Anvar uningga "Jumaqun, men sening atang" deb chaqchaq qilib teriktirib qo'ydigan. Jumaqun o'zi xo'sh yuradigan bola edi. She'ri qo'shiq o'qiy oladigan. Uning buni ikki qo'shig'i hozircha esimda. Ba'zida mashina haydab Bostonning yo'llarida ketib o'tib, yo'llar to'silib qolsa, jili bo'lishning o'rniga Jumaqunning qo'shiqlarini jirdab, o'zining mush kuni kelguncha ne kunlarni ko'rganimni o'zimning esiga o'zim silib, tasalli va rozimanlik topaman. Egiztonan bashinan eshak minib tushamiz, eshak murdan cho'ydorib 200 gram ishamiz. Egiz tog'ning beshidan eshak minib tushimiz. Eshakning burnini chigib qo'yib 200 gram ichimiz. Haytqaga to'shib, qatqirib, irtab, tog'lardan artib, o'ynoy bo'z jirg'ab. Qaytib kelayotqicha yondirib naqsha etib, tog'lardan artib, tog'lardan eshib, o'ynaymiz tovlab. To'liq o'ttira qirg'iz sinfga adabiyot darsi o'tilgan Mambat To'ra deb o'qituvchi bo'ladigan asarlari qirg'iz adabiyotida e'lon qilinib turadigan. Uning g'alibiyat deydigan o'quvchisining bir angamasi, ya'ni hikoyasi. Hikoya deganda qirg'iz tilida angama deydi. Angamasi ayni chog'da shu jurnallar e'lon qilinib, jamiyatda xil g'ulg'ulga bo'lgan edi. Ulug'jat noyalik qirg'iz boshlang'ich maktabining tantarbiya maydonida ko'zingga chiqayotgan bir ish bo'lsa, bir qarasa ishlatilgan so'zning qadimiligi va shu vajdan o'rinliqligidan meni qoyil qilsa, uni zamonaviylik nuqtasidan chiqib olsa bir yumor edi. Qani o'qirman. Siz menga beqing, kulamsiz yo'q, men sizga aytib beray. Bir kuni shu maktabni aralab menib ketib o'tib, tantarbiya o'qituvchisining o'quvchilarga mundaq komanda berayotganiga ko'zim tushdi. "Qaday qala! Diqqat!" demoqchi. Eliqa boshlang'ichning o'quvchilari shu an xuddi milliy armiyaning askarlaridek qiyofatga kirib tik turdi. "Salpayqala!" rahat demoqchi. Endi eliqa o'quvchilar xuddi urushdan yengilgan jangjeshining askarlaridek o'zini tashlab, qo'llarini bo'sh planchitib solishib turdi. "Churqaqala!" ya'ni yuguringlar debdi, bu bolalar yugurib ketishdi. U manzilni ko'rib shunda kulib ketgan edim men. Menda yana bir yaxshi ta'sir qoldirgan kishi biz 6-sinfda o'qiyotganda maktab o'quvchilar uyushmasining raisi bo'lgan Qodirjon ismli mehri issiq a'lochi bir qirg'iz o'quvchi bo'ldi. Qodirjon aka o'qisalarmi yoki Koni Ulug'jatmi ish qilib, shu bir yezdagi qirg'iz mollamning bolasi ekan. O'zi kichik bel, cho'ng kichik edi. Men 6-sinfda o'qiydigan chaqda tunji qishda yotoqdagi dijorlik navbati menga kelib, 10 non bilan bir chelak qaynoq choyni ishtallarimga to'kilib qilinib aktivatsam, yo'lda ketayotgan Qodirjon aka yugurib kelib, "Aka, avchilakni menga men ko'tarib olib beray. Qarasam qilinib qopsan" deb yotoqimga olib bergan edi. Biz 7-sinfga chiqqanda Qodirjon aka Beyjonga Islom universitetiga o'qishga ketdi. Men bu kishining shu menga ko'rsatgan mehribonligi uchun uni unutmay izdirgin qilib turdim. Keyin uning g'ayrat deydigan enisining uning mas kaloch kiyib imom bo'lgan qiyofatda tushgan rasmini ko'rdim. Inisidan.
Мен Qadirjon akani qizil suvga yenib kelib, yurtiq töp qo'shsa nurg'un yaxshi ishlarni qila oladi deb ishonatdim. Keyin uqdimki, bu oq ko'ngil inson Qirg'izistonga savdo bilan chiqib, ya'ni Beyjonda xizmat qilib, Qirg'izistonga savdo bilan chiqib, nurg'un pulni qirg'izistonlik aldamchilarga selib berib, o'z quruq qo'l qaytib kelib, azob ichida Beyjonda o'lib ketibdi. Men Qadirjon akaning o'limiga ichindim. Odamlarning ichidagi boshqalarning baxti, taqdiri bilan hisoblashmay, ochko'zlik, nafsoniyatchilik qilgan banqurtlarni yuzmana tiladim. Ben Ulug'chatga o'qish hayotimni asligimda Uyg'urlardagi bir buyuk xislatni alayda yo'rtishni muvaffaq ko'rdim. Uyg'urlar bag'ri yumshoq, ko'zi to'ygan, odamgarchiligi bor asl millat. Bizda o'zimizga nisbatan iftixorlanish tuyg'usi kuchlik, yurtdoshlar aro mehr shafqat bor, tuqqanlar aro muhabbat kuchlik. Mushu uzun yillik muhojirlik hayotimda men boshqa millatlarning bu jihatda bizga to'g'ri yetolmaydiganligini his qildim. Ben Ulug'chat o'qiyotgan chaqda Ulug'chat boj idorasida xizmat qilgan dadamning navri tuqqani Abaydulla akam, o'rmonchilik idorasiga navrini Samdulla akam meni doim yo'qlab turardi. Dadamlarning kentdan chiqib hukumatning oshxonasida oshpazlik qilgan Eminja aka, men u ishlaydigan oshxona tamoq yeyga kirsam, 2 mum beradigan yoki 3 ni, yarim osh beradigan yoki butunni beradi. Ota-onamlarning to'nishlari ham o'ldirga chaqirib turishyapti. Sunatçı Oçarı'nın Kenyağ degan yerda öyi bar İmam Qarikam degan 60 yoshga yaqinlashgan kishi Ulug'chatga bir ish bilan chiqqanda meni, ya'ni 13 yoshli o'smirni izlab kelib, cho'ng dadamlarning manga chiqargan xaltisini qo'limga yetkazib qolmay, tijorat jarayonida qo'lga tekkan xam go'shtni azroq kesib berib, tala so'qgan bilan mav do'stlaring bilan sho'r qilib yanglar degan edi. Ashu shafqatlar uchun İmam Qarikamga bir cho'ng rahmat aytish fursati menga nasib bo'lmadi. Men xizmatga chiqib bo'lg'ich u rahmatlik bu dunyoga ketib qopti. Amerika jamiyatida maktablarda har bir o'quvchiga nisbatan tang tushlarning besimi bor degan qarash bor. Peer pressure. Bizda uni ancha e'tibor qilib ketmaymiz. Amaliyotda u mavjud masala. Ya'ni sen bir to'pning ichida yashaydi ekansan, ba'zida tang tushlarning qilayotgan ishni xato bo'lsa qilib solasan. Chunki bu yerda tang tushlarning yoshurun shakldagi besimi odamlarda bo'ladigan tavallik tuyg'usini kuchaytirdi. Shuning bilan odam xatoligini bilib turibman qilmaydigan ishni qilib soladi. Masalan, men 6-sinfning 2-mavsumida qarsam o'g'il saboqdoshlarining ba'zilari tamoq chekil turdi. Tamoq chekish o'g'il balliq deb qaraydiganlar bor edi aramizda. Shuning bilan mening chetda qolgim kelmadi. Shu chog'larda davlat egiligidagi magazinlar bir qism beslib qolgan mollarni tuvan bahoda bir taraf qilib sotdi. Jumladan paxal tamoqlarni ham. Shu chog'da 5-sinfga bir qop paxal tamoq elib toza chekdi. Men xuma bo'lib qoldim desa, bu xuddi toshqanning sharob xuma bo'lib qolgandeklar bir ishda. Lekin dadam meni bak ching tutatdi. Barmoqlarim sarg'ayib, qo'lim tamoq purab kelsa, dadam bilib qoldi deb qalamning siyo saqlaydigan yerga tamokini tiqib o'tkazib tartatdim desa, men kichik bangi. O'sha dadam buni bilib qilib qachatdan birini salgandan keyin bu xumarimni xuddi baxshim durt o'qib turib jinning ko'tiga tepgandek bir aqli mangulik tepavatdim. Ben Ulug'chatda 1982-yildan 1985-yilgacha 3 yil o'qidim. Bu yillarda bu noyida ba'zi zo'ravonlik voqealar yuz berib, bu kichikgina tog'liq noyini titirtib o'tgan edi. Biroq hammadan cho'ng zo'ravonlikni tabiat qildi. Ya'ni 1985-yil avgust qattiq yer davrida. 20 necha adam qazo qilgan shu chog'da. Bir yili askarlikdan yongan bir Xitoy boshqa sabdoshlarining ishqa o'rinlashib, o'zining o'rinlasha olmaganini Noylik partkomning sekretaridan ko'rib, uning uyiga bostirib kirib, ayolni o'ldirib etdi. Bu jinoyatchiga sud ichib, yana bir yil o'lim jazosi berib, Kansu Qashqar tosh yo'lining bir yerida jazo ijro qildi. Buni ko'ramiz deb Kangra sayliqqa chiqqan odamlar mig'mig edi shu chog'da. Yana bir yeri elektr stansiyasining bir qirg'iz xizmatchisi ayolni bo'g'izlab qo'ydi. Shu yil yana shimoldan kelib Ulug'chatda uzun yil ishlagan bir qozoq kishi aroq ichib mas yetib qilib, eriq dum yetib o'lib qoldi. Bu vaqtimi ko'p gaplar bo'ldi. Ammo hammadan bak esimdan chiqmaydigani 1984-yilgi o'lim jazosiga hukm qilingan jinoyatchini turmaga qaraydigan askarlar boshlig'ining bulab ketish voqeasi edi. Sauxungguang ismli jinoyatchi Urumchi Qashqar tosh yo'lda necha odamni o'ldirib ko'ydirayotganlik jinoyati uchun o'lim jazosiga hukm qilinib, Qizilsuv turmusida hukm ijrosini saqlab yotganda, turmaga qarashli qurolli qismning rot komandirini indakka keltirib oladi. Bu komandir qarg'a etish musobaqasida 2-chi bo'lgan askar ekan. O'lim ijro qilinishga bir kun qolganda, u navbatchi askarning ikkini bog'lab qo'yib, jinoyatchini bulab Kansu tarafga qochadi. Hamda o'zining mashinasini ustuna ochdagi eksaq ambarning yenidagi bir ko'vrikka tiqib o'tib, yana bir mashinani bulab
Udul uni Qarag'ol degan yerga tashlab, andan Qarag'olning ustida Usnatish yo'lchilik Abdukim degan yosh bolaning mashinasini bulab, uni go'roga elib Ulug'chat naisiga besib kirdi. Voy, u chaqdagi jiddiychilikni. Odamlar patparaq bo'lib uyan bu yan qechiyotgan. Tek shu kuni 2-soat tanaffusda maktab mudiri O'rkinboy muallim bolalarni yig'ib jinoyatchilarning Ulug'chatga kirish mumkinchilik borligini, agar gumonli odamlarni ko'rsak, soqchilarga ma'lum qilib qo'yishimiz haqida jikilgan edi. Og'izdan chiqdi, saqlig'i yamashdi degan shuda. Ardın 4 soat o'tgandan keyin rasli voqea yuz berdi. Jinoyatchilar begunoh Abdukimning hayotiga tahdid silib, mashinani haydab Ulug'chat noyi bozoriga kirgan edi. Mashina Nayi bozorining o'ttirib kelganda, atishdan chiqqan yo'lovchilar tushib bo'lgan avtobusga so'qildi. Bu arada maydonning o'tirib turib vazifa ijro qilayotgan Abdukirim degan bir qirg'iz soqchi osmonga o'q chiqardi. Bu kishini ilg'i jinoyatchi askar naq maydonda yetib o'tdi. Abdukirim ismli soqchi naq maydonda jon berdi. Men u odamni soqchi formasi bilan bizning sinfga qo'shni sinfda o'qiydigan bolasini maktabga og'ili kelganda ko'rgan edim. O'zi o'ttir bo'y semiz yuzli kishi edi. Qashqardan chiqib Naylik qurolli soqchida vazifa o'tayotgan Po'lat ismli yigitning chabdaslik bilan o'q chiqarish natijasida ilg'i jinoyatchi Xitoy askariga o'q tegdi. Uning beqindan teshib chiqqan o'q uning yendiki Abdukimga tegdi. Mashina haydagan jinoyatchi qochib ketdi. Yorilib qo'rsig'ini tutib, mashinadan qochgan Abdukimni Nayda qurilish qilayotgan Usnatish yo'lchilik bolalar tunib darhol bexatar joyga o'tkazib oladi. Elqi jinoyatchi askar qo'lidagi granatni sirtqa tashlayman deb holsizlik o'ziga tashlaydi. Shuning bilan uning uchay bag'ri cho'g'ilib ketadi. Uning jasadi mashinaning kapingisida at tushkish turdi. Yoz kelgan mezgilida kishilar bunday ishni tunji qidim ko'rmoqni uchun qiziqib vaqa bo'lgan yerga berib ko'rishdi. Menmi bodim. Eliq Sharq Shamli markalik mashinaga chaplashib qolgan odam go'shtining parchalarini ko'rib qopti ekanman. Toki bir oygacha go'sht yesam, ko'nglim ilishib go'sht yeyishni xohlamaydigan bo'lib qolgan edim. Eliqi qechib ketgan jinoyatchi Naylik tashqi savdo idorasi ahilliklar qurusiga kirib, bir Xitoy ayolni go'roga olib, oxiri shu yerda etib tashlandi. Shu kuni tushdan keyingi vahimini demaysizlar. Qirg'iziston chegarasida turayotgan muntazam harbiy qism yetkazib kelindi. Xalq askarlariga qurol tarqatib berildi. Bizning saboqlash Nurali xonning aksi xalq askari ekan. Men Nurali xonning akam miltiq ko'tarib 5 odam bilan jinoyatchini deb taq chiqib ketdi deb ansirab ko'z ish qilganini ko'rgandim. Ammo u jinoyatchi o'lishdan burun begunoh xalqimizdan bir necha zaxm yetkazdi. Tashqi savdo idorasidagi Rozdal degan kishining o'g'li Yalqi Ro'zi, Mejit akaning o'g'li Eminjon qatorliq bir necha yilga o'q tegib yaralandi. Ularning taliga o'qlarning zaxmisi yenik ekan. Ular Qashqar harbiy doktorxonada davolanib saqib chiqishdi. 1985-yili 8-ayning 23-kuni Ulug'chatda yer tavrab Uyg'ur qirg'iz qatorliq qarindosh millatlardan 20 necha kishi qazo qildi. Nurg'un odamlar yaralandi. Biz yer tavrab bir haftadan keyin maktabga borsak, yiliqi biz yotgan yotoqlar o'rilib, bir dova axlatga aylanib ketibdi. Biz yotgan karavotlar sunib egilib ketibdi. Shu yotoqlarning o'g'risidagi yog'ochlari bu yerda Qaysar Mejit yotdi, Anvar abla yotdi deb siya bilan cho'ng qilib yezishib ketgan edik. Elim yaxshi, yer tavrash maktab boshlangan yuz bermabdi ekan. Bo'lmasa, qanchaligimiz bu dunyoning qiziqchiligini ko'rmay, qisqasi cho'ng bo'lmay turib, u dunyoga ketar bo'lg'aydik. Biz Kanshvar o'rmon maydonidan kelgan o'quvchilar yangi o'qish mavsumida 2 hafta o'qigandan keyin Naylik ma'rif idorasining o'rmon maydonining bolalarni o'qitishdan bosh tortish bilan otishga o'tkazib kirib ketdik. Shunaq. Men oradan 30 yil o'tganda ashu balliq chaqlarimni seg'inib aslab o'tiribdiman. Chunki men shu chaqlarda cho'nglarning bizga tarbiya berib shundaq deganini anglagan. Biz 60-yillarda og'udan zambirak bilan assa, azoq tushibmi sunmaydigan zag'ir nonlarga qischaqlarda tirishib o'qigan. Hozir sizlarning yey desanglar, nonlar tayyor. Nemishqa yaxshi o'qimaysizlar? Illa meni hozir ashu bizga tarbiya bergan odamlarning o'rniga ittirib chiqadi. Men bu davrdagi o'smirlarga gangrab qolgan yoshlarga tarbiya berishning o'rniga o'zimning o'smirlik chog'dagi hikoyasini aytib berish orqali men va men demak o'xshash sarguzashtlarni kechirganlarning oxirgi hisobda turmush o'chqida tavlinib chiqqanligini, inson uchun jafo mushaqqatning mangulik bo'lmaydiganligini, aqllarning jafoning keynida rohat degan so'zning to'g'riligini tahqiqlash hamda o'zimning ojizlikda kuch bor degan ko'z qarashimni yana bir qitim amaliy misol bilan sharhlash uchundir. 2011-yil bahor